Homiladorlikda kalsiy ichsa, bola tug'ilganda родничоgi erta butishi xavfi bormi? Bu mif, chunki homiladorlik davrida bilamiz, что если homilaga kerakli hammasini homila sizdan yig'ib oladi. Kalsiy bolaga yetishmayapti degan diagnoz yo'q, chunki kalsiy, boshqa vitaminlarni bola sizdan hammasini oladi. Sizda defitsitlar boshlanishi mumkin. Oyoqda sudrigi, tomir tortishi deb kelishadi patsientlarim. Bu ham defitsit kalsiy belgilaridan biri. Kalsiyni 16 haftadan boshlab qabul qilishingizni tavsiya etaman. Определенный срокgacha 34-36 haftagacha. И undan keyin уже нежелательно. Поэтому kalsiy ichishdan oldin обязательно konsultatsiya ginekologa, qanaqa dozada, kimlarga tavsiya etilganligini обязательно bemalol ko'rikka kelib bilib olishingiz mumkin. Поэтому magniy kapelni olayotgan bo'lsangiz yoki magniy va внутри qabul qilayotgan holatingizda дополнительно kalsiy preparatlarini ichib ketishingizni tavsiya etaman.